Birinchi ish boshlangan. Birinchi biznes shu yerdan boshlangan. Kiyim makon fabrikasidagi eng qadimiy uskunani ko'rsatamiz, okey? 20 yildan ko'p ishlagan xodimlar to'lyor. Juda ham ko'pda. 250 ga yaqin xodimlarimiz bo'lsa, hammamiz bir-birimizni aqlimiz. Okey, rostdan o'zi ko'tarib turibdimi? Modellarni qulatgani kirarmi? 700 ming dollar atrofiga butun to'plamni olgan. Rahbariyatga har doim aytiladigan gap bor, hech qachon kibrlanmalaring, lekin qoyillikni kechirmaymiz. Menga oz to'g'risi eshitib alam qildim. Ko'p holatlar bo'lgan. Shu qo'limizdan kelgancha har yili bir nimani o'ylaymiz. Xudo xohlasa mana 25 yildan faoliyat yuritib kelganmiz. 21 qavatli katta proyekt topshirdim. Atir sepib kirishadi. Albatta. Bunaqa kadr hali birorta fabrikada bo'lmagan.